Denov tumanining Sanoatchilik mahallasida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan umumxalq hasharlari, hududni obodonlashtirish va yashil hududlarni kengaytirish ishlari ko'zdan kechirildi. Shundan so'ng deputatlar bir qator xonadonlarda bo'lib aholining yashash sharoiti, ijtimoiy holati va kundalik ehtiyojlari bilan tanishdi. Tuman hududida tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash uchun ularning taklif va muammolari tinglanib, amaliy yechimlar yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi. Zamonimiz tinch, nima ish qilaman desangiz, prezidentimiz shart-sharoit yaratib bergan. Rossiyskiy har xil Karpat o'tkazimiz bor, shved sigirimiz bor, galishtem bor. Shularni buzoqlaridan asta-astalik bilan kattartirib, Xudoga shukr kelyapmiz o'zimiz mehnatimiz bilan. Milliy tiklanish demokratik partiyasidan saylangan deputat Nigora Lutfullayeva mahalladagi hunarmandlar faoliyati bilan ham tanishdi. Ayniqsa, milliy gilamdozlik yo'nalishida mehnat qilayotgan ustalarning tajribasi, mahsulot sifatini oshirish va bozor imkoniyatlarini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Hozir bir yilda 20 ta 30 talab to'qiymiz. Uydan olib ketadi. Xaridorlar kelib qizlarga olyapti. Kelinlarga olyapti. Tashrif davomida ehtiyojmand oilalardan biri ham yo'qlanib, nogironligi bo'lgan fuqaroga oziq-ovqat mahsulotlari hamda prezidentimizning mustaqillik bayrami munosabati bilan yo'llagan bayram tabrigi yetkazildi. Prezidentimizning vakillari kelib, bugun holimizdan xabar olishdi. Rahmat hammalariga, tinchlik, sog'lik deb bersin Allohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Fuqarolar murojaatlarini bevosita eshitish maqsadida Denov tuman xalq qabulxonasida senator va tuman hokimi ishtirokida ommaviy qabul o'tkazildi. Unda aholi tomonidan bildirilgan har bir murojaat atroflicha ko'rib chiqilib, ijrosini ta'minlash bo'yicha mutasaddilarga aniq topshiriqlar berildi. Bu oy yakunidagi bizning yurishimiz muhtaram yurtboshimizni yaqindagina qabul qilgan mustaqilligimizning 35 yillik bayramini keng nishonlash hamda yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan buyuk bir tamoyil ostida xalqni birlashtirib, mustaqillik to'yi deya katta bir targ'ibot ishlarini amalga oshirib, ko'chalarda obodonlashtirish, aholini kayfiyatlarini ko'rish maqsadida bugun Surxondaryo viloyatini mana shunday jazirama quyoshi ostida Qumqo'rg'on tumanida, Jarqo'rg'on tumanlarida, mana bugun Denov tumanlarida aylandim. Aholimizni bugun muhtaram yurtboshimizni islohotlari kirib bormagan xonadon yo'q. Aholini kayfiyati shukronalik darajasida. Chunki dunyoning qaysidir davlatlarida bugun mana shu notinchliklar bo'lib yotgan bir vaqtda bugun aholi ko'chalariga gullar ekilgan, rayhonlar ufurib turgan ko'chalarda obodonlashtirish, birlashib turib, hashar qilib, o'zlari kelayotgan mana shu 35 yillik to'yga to'yona qilib o'zlariga juda chiroyli sharoitlarni yaratishmoqda. Kun yakunda xalq deputatlari Denov tuman kengashi deputatlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, obodonlashtirish ishlarining borishi, aholini qiynayotgan masalalar hamda ularni bartaraf etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Bunday o'rganishlar joylardagi haqiqiy holatni o'rganish, aholi bilan ochiq muloqotni kuchaytirish va mavjud muammolarni qisqa muddatda hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Surxondaryodan.